Assalomu alaykum qarindoshlar. Qanday ahvol? Yaxshimi? Hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Mening ismim Farhod. Bugungi bu kanalim kenglarni yana qizg'in qarshi olman. Mablag' solish xatarlik, mablag' solganchada ehtiyotchan bo'ling, ham o'zingizga xos fikr bilan mablag' solishni o'rganing. Bu bek muhim qarindoshlar. Men bu oldin degandek, bu kanalimni ichishdagi maqsad faqatla o'zaro o'rganish. Hargiz bu siz menikini kesib chiqib o'zingizga qilib, bunda ishlatadigan gap emas. Chunki men bu ba'zan xatolashma, har qanday odam xatolash chunki bozorni hech kim bir narsa deyolmaydi. Cho'qim chiqadi, tushdi deb. Lekin biz nimaga ishimiz kelgusi 10 yil, 20 yildan keyin hargiz bu hozirgi bahoda turmaydi. Hatto Warren Buffett mu 80 yil mablag' silib, hozirgacha ba'zan xatolashdi. Shuningga men ishimga har bir inson bir dunyo. Sizmi o'zingizning sohasini, o'zingiz yaxshi ko'radigan paychaklarni topa olasiz. Men faqat bu yerda sizga shu asosiy bilimlarni hozir butun dunyodagi odamlar, mablag' so'rayotgan odamlarning hammasi uchun bu faqatla bir asos, eng oddiy asos bilimlar. Sizga so'zlaydiganlarim. Faqat shularni men sizga tunishtirman. Keyin o'zingiz izlanib, o'zingizga yaxshi ko'rgan sohalardan o'zingizning uslublarini tepib, mushtaq yangi xil mablag' silish nimalarini ijod qila olishingiz mumkin. Bu chog'larda menimi yaratmasligingiz mumkin. Rahmat, shunday yaxshi fikrlar, tavsiyalar tushibdi. Men shularni kutayotgandim, shunday xush bo'ldim. Men bu ba'zilarga o'xshash shunday yaxshi mukammal qilib boshlashni yaxshi ko'rdim. Shunday yaxshi boshlaydi deb nima qilgan. Masalan, fancy chiroq, mikrofon, kompyuterda yasab, PPT bu deydiganlarni qilib batdi. Lekin men nimani o'yladim deganchada, ularni hammasini qilib, mukammal qilib bo'p, andan keyin boshlaysam bir 4-5 oy, 6 oylar vaqt ketgidek. Bunda o vaqtlarda men zavq qilmay, hozir mush paytni, ham fursatlarni cho'qim sizlarga yaratib berib, hozirni boshlab o'zinglarga mablag' silishni boshlab tursanglarmi, bilim ilishinglarni asosda u ishlarni men qilib olmay hozirda boshlab bo'ldim. Chiq narsalarni nim qilyapman. Masalan, kompyuterlarniki nimasiz bilimlarini o'rganib, videolarni kesib chiqlar deganda, keyin cho'qim ashta fancy o'qituvda yaxshi ko'rib qolsaymi. Rahmat. Unda olsa bugungi darsimizga kirishib ketsak, bugun so'zlaydigan poychikimizning ismi Tesla. My Tesla deb turibsam. U yakamda Tesla'ni bir kun so'zlaymiz. Lekin oz qoldi, sabr qilinglar. Sabrchan bo'linglar. Bu mablag' solgan sohada cho'qim sabrchan bo'lsa olmaydi. Oldinda men nimani so'zlagandim, bir savol qo'ygandim. Anki nurg'onlar yana uni inkos yozibsizlar, rahmat. Men shu savolni men qaytadan bir takrorlatay. Chunki yangidan kelgan ko'rganlar bor. Bu bo'lsin. Yani yanında ko'rayotgan, yangi qo'shilgan tomoshabinlarimiz bor. Mehmet $100,000 mablag' soldi. 10% kirim qildi yiliga. Anda 10 yildan keyin inisi Ahmet aksiya o'xshash mablag' soldi. Chunki aksiya ko'rib texnik pul tepib tutdi. Akam texnik bayo kit bordi. Men bu mushunda o'rganayda. Mehmetnikini kesib chaqlab o'xshash $100,000 10%lik mablag' soldi. Ondan Mehmet yetishib olish uchun, chunki 10 yil keyinda qolganlar uchun men har yili $10,000 qo'shsam, ma'lum bir yili men akamga yetishib olmay deb har yili $10,000 qo'shib oldi. $100,000. Şu an mening savolim, qancha yildan keyin Mehmetga yetishadi degan savolni qo'ygandim. Uning javobi shunchalik oson. U bo'lsa-mu, mangu yetishmaydi. Nima uchun? Faqat Ahmet'e 10 yıl baldur başlaganlığı üçünler. Şu an mesela bu yer demekçi, biz çoxum bu narsani baldur o'rganishimiz kerak. Nurg'un davlatlarda 10 yaş, 17, 18 yaş vaqtida o'rganib, masalan Warren Buffett 14-15 yaş vaqtida qiziqib, kitoblarni, gazetlarni ko'rib, ammiyalardan izlanib, mushlar o'rganib, 20 yaş vaqtlardan boshlab
asta mablag' silishni boshlab 30 necha yosh vaqtida shirkatlarni qurib bo'lgan. Hozir bu shunday 20 necha yosh vaqtdan jiq pullarni tepib, ondan keyin 30 necha yosh vaqtdan millioner, multimillioner bo'lganlar nurg'un jiq. Men nurg'unlarni oldim. Shunaqa biz oldur bu bilimlarni ilishga kirishaylik. Bu herkesmo siz atlan berib mablag' saytdan pulingizda u bu degan gap emas. Cho'qim savrchan bo'lishingiz kerak. Jiq bilimlarni o'rganib, masalan, necha oy o'rganib, jiq narsani ko'rib, ya 6 oy, ya 1 yil bo'lsin ko'rib, ananiki asta boshlashimiz kerak. Lekin bu mablag'ni mena deganim o'zimizga solgan mablag'ni ishtirak boshlashimiz kerak. Oldir boshlashimiz kerak. Men bu yaxshi kitoblarni, iqtisod kitoblarini, to'rbatlarni, har qanday uchurlarni sizlarga yetkazib turman. Mening qonunimni vaqtida ko'ring, jiq tashviq qilib bering. O'zimizga foyda bo'lib qolsin. Andan keyin bu o'zimiz solgan mablag'ni boldiroq boshlaylik. Men yana bu savolniki bir javobini qo'shib olsam, masalan, Mehmetga yetishilish uchun qanday qilganda aksiya yetishalaydi? Agar bu ishlamasa, qanday yo'l bilan aksiya yetishalaydi? U bo'lsa-mu, bu sommasini jiqatish kerak. 3 hassa yoki 4 hassiga. Yoki bo'lmasa, yana bir usul buni 10%ni texmi jiqroq mablag' topa oladigan narsaga mablag' silish kerak. Bu bo'lsa-mu 15% yoki 20% ga o'rlatgandan keyin, ondan keyin ma'lum bir jallarda aksi Mehmetga yetishalaydi. Bu shu ikki xil usul. Lekin 15-20% ga yetish uchun cho'qim balkim texmi xatarliroq bunda portfolio bo'lib qolishi mumkin. Bugungi temaga kelsak, bugungi temada biz nima so'zlaymiz? Biz nima uchun mablag' solamiz? Bu oddiy savol. Jiqlarimiz balkim deymiz, men boy bo'lish uchun, pul tepish uchun, oilamizni texmi yaxshi qilish uchun, yo bo'lmasa ba'zilarimiz o'zimizdan millatish uchun, texmi kuchlansin deb, bu deb. Lekin biz ba'zanda shunchalik muhim bir narsani unutib qolamiz. U bo'lsa o'zimizning kelgusi uchun, o'zimizning pensiyaga chiqqandagi vaqtimiz uchun. Chunki u vaqtlarimiz, jiqlarimiz o'ylamaymiz. Mangulan biz shunday kuchlik, hergiz energiyamizdan ayrılib qolmaymiz degandek o'ylaymiz. Amaliyotda u chog'da bizga eng jiq pul lozim bo'lgan vaqt. Oson og'ir qolmaymiz, oson zukam bo'lib qolgan vaqt, har xil ishlar chiqib turdi. Shunday energiyamizdan qolamiz, xizmat bu narsalarni qilolmaymiz. Jiqlarimiz deyishimiz mumkin, bizning pensiya maoshimiz bor tursa. Men buni bir eskartish bersam, men nurg'un hikoyalarni oldim. Masalan, işte Malayziya, Singapur, bu davlatlarniki ularning shunday yaxshi sistemlari bor. Amaliyotda Avstraliya, Kanada, Amerika degandek shu pensiya farovonligi, işte pensiya maoshini mablag' solgan bu sistemlari bor. Malayziya, Singapurlarning bor, lekin ularniki balkim yana texim mukammal bo'lmasligi uchun, mukammal bo'lmay qolgan bo'lishi mumkin. Chunki u qayerganlar pensiyaga chiqib ham o'ziniki pensiya maoshining shunchalik jiqligini ko'rib, xo'sh bo'lib ketib, men yashaydig'ini meni jiq pulim bor deb, ishtiklab xajlaytib, bir necha yillar sayohat bu narsani qiliblar xajlaytib, keyin qarsa pulni ozlab ketganini ko'rib, onaniki yana jiddiylashib qaytadan texim qayergan vaqtida, masalan 70 necha, 80 necha kirganda, texim jafoliq yashab, texim kasal bo'lib, ashtaq hikoyalarni oldim. Ba'zilari yana qaytib ishlab degandek, ba'zan 90 necha yoshlarga ishlaganlarni oldim. Ashtaq bo'lib qolmasligimiz uchun buni cho'qim asos qilib turib, o'ylab, shunga mablag' solishimiz kerak. Qolgan pullarimizni, o'zimiz tepayotgan pullarni o'tirmishimiz, bolalarimiz hammasga yetadi. Mablag' solishni biz asosan kelgusimiz uchun mablag' solamiz. Shunga hargiz men hozir mablag' solib, 1-2 yildan keyin bu pulni chiqarib xajlayman, boy bo'lman deb o'ylamang. Cho'qim uzun yilga o'ylang. 10 yil, 20 yil, 30 yil, undan uzun yillarga o'ylang. Agar siz
Ben qerib ketibdim hozir. Ben 50-60 yaş kirib unda olsa ben kechikibdim deseniz, o mu bo'lmaydi. Onunğumu mening amallarım var. Meni har xil qaysi yoshga, masalan, yosh bolalar, menimcha 10 yaş, 20 yoshli bolalar cho'qim shu bütün kuchini chiqarib, tirishib ishlab, pul tepish kerak. Agar mablag' solgan vaqtida qo'rqmay, işte xatarliroq mablag' solish qurilmalarini xatarliroq qilib ishlab, texnik pul topa oladigan shirkatlarga, ko'tarilayotgan yangi shirkatlarga mablag' solsa, texnik yaxshi deb qarayman. Chunki yosh bolalarniki agar pullarini shu mablag' solish jarayonida sal xatarlik bo'lib qolganligi uchun, masalan, Bitcoin va bu narsalarga saytib, pullarini futurib qolsimi, yana yosh bo'lganligi uchun yana umri bor, yana kuchi bor. Ondan jiq ansirab ketmasin bo'ldi. Masalan, o'tir yoshliklar meniki mushtaq portfolyolarımni, mush mablag' solish qurilmalarimdan yaxshi o'rganib, texnik kuchliroq mushtaq qurilmalarni qilib mablag' solish kerak. Undan mu cho'ng olib ketganlar bo'lsa, masalan, mushtaq bexatar jiq pul utirib yotmaydigan, menimcha Bitcoinga hargizmi chiqilmaslik kerak. U deganim hamda Bitcoinga bir xatarlik narsa hargiz o'ynamanglar deb u bu deganim emas. U meniki bir o'zimniki azroq ko'z qarashim. Onu bir ayrı bir gün so'zlayman. O'zingiz anlab baqsangiz bo'ldi. Hargizmi menikini to'g'ri debdi yo xato debdi deb meni bag'lamang. U faqat meniki o'zimning ko'z qarashi, vaqt kelganda so'zlab berman. Menimcha cho'nglar mushtaq bexatarlik portfolyolarni qilib, masalan, jiqroq dividend oldigan ananiki mushtaq yetib uxlab turibmi, pul kirib turadigan mushtaq narsalarga mablag' solish kerak. Aslında pul uçturup ötmeydiğen bunda. Ben dividend deb qaldım. Dividend deydiğen her xil sözlükler çıkıp qilish mümkün. Her birisini ben çoxum mesela planlarım var. Eniq mesela parçalab, hikoyalardan tatib, hammasini yaxshi so'zlab berman. Hargizmi ansirabni haqiqatmanlar. Bugungi sahne bo'shashlik bo'lib tursa, sal qisqa bo'lib qoldi. Kelak sahne men bir cho'ng jiq qilib so'zlayman. U bo'lsa mesela cıhlarımız so'raydiganmiz, bu paychek degan nima edi? Paychekdan men ozroq tushuncha berib o'tsam, ba'zilarimiz so'raydi, paychek degan ba'zilarimiz sal xato tushuncha bor ekan. Masalan, paychek degan bir jiq odamlar o'ynab o'zini o'tirib olganlar jiq bexatarlik, ularga mablag' solsak bo'lmaydi yoki ba'zilarimiz bu degan harom yo halol ulardan tushuncha berman. U halol harom yerlerim bor. İşkilersidan hammasini so'zlayman. Meniki o'rganayotganim endi valued investment deydi, ya'ni bahosiga solgan mablag' solish. Buni men Warren Buffettni o'rgangan. Warren Buffettmi o'zimi shunday deydi. Hargizmi siz o'zingiz o'qimagan narsalarga mablag' solmang. Anki siz hargizmi shu qimordek o'ynamang. Siz o'zingiz o'qimagan narsalarga mablag' solsangiz, u bir qimor bo'ladi. Eğer siz o'zingiz o'qigan narsalarni texmo analiz qilib, andan keyin uning mablag' solsangiz, u degan mablag' silish bo'ldi. Hargiz qimor qilib o'ynamanglar. Ba'zilari ashta qilib qisqa fursatparast qilib o'ynab, ashta qimor o'ynaydiganlar bor. Hozirmi nurg'un o'zgarib ketdi. Har xil variantlar. Hammasini mushta xatarlik yo'llarini hammasini so'zlab berman. Andan keyin meniki tutgan yo'lim shu bexatar, uzun sabrchan bo'lish kerak, uzun yo'lga asta-asta jiqlaydi. Masalan, Warren Buffettmi shu 10 yosh vaqtidan boshladi dedim men, o'sha bilim ilish u narsalarni ki 30 yosh vaqtidan xil boy bo'lib bo'lgan. Shirkatlardan nechini qurib bo'lgan. 40 yosh vaqtida texnik boy bo'lib bo'lgan. 50 yosh vaqtida rasmiy dunyoga ko'rilgan eng cho'ng boylarning birisi bo'lib bo'lgan. Lekin men sizga deyman, Muşu 10 yaş vaqtdan 50 yaşgacha topgan puli faqatlam hozirgi boyligining 1%. Qolgan 99% boyligini 52 yosh vaqtidan keyin hozir 92 yo 93 yoshga kirdi. Shu vaqtgacha andin 99% boyligini shu vaqtda topgan. Shunga o'zining kitobida nima deydi? Shu temisi snowball, qar to'pi, biz qar odam yasagan vaqtimizda kichik to'p qilib, uni to'giltib, yo'g'antib, nima qilamiz.
top çoğaygan siri teximi çoğuydu. Şunaqa u keyindeki yıllardaki tapqan puli teximi jiqrab shunchalik bo'ldi. Shu yerlarga boramiz. Cho'qim sabrchan bo'ling. Shularni hammasini so'zlayman. Shu paychaklarniki xabarlardan nima paychak degan shularni hammasini so'zlab beraman. Kerak sanda ki maxsus shu paychakniki qurilmasini so'zlab beraman. Do'stlar, cho'qim qaytib kelib yaxshi anglanglar. Tashviq qilib qo'yinglar. Anadaki bunda başmaltaq knopkasini besib qo'ysanglar yoki menga abone bo'lib agishib olsanglar, qo'ng'iroqni besib qo'ysanglar, birinchi vaqtda eng yangi shu uchurlarga erisha olasizlar. Ham bularni besib qo'ysanglar, shu YouTube'niki hisobot, shu AI hisobot sistemasi boshqa Uyg'urlar qarindoshlarimizning ko'rayotgan narsalarni orsiga chiqarib qo'ydi. Shu chaqda ularni foydalanib ko'rib olsin. Rahmat. Kelaksan görüşelim. Allah'a emanet.